Dunyoni o'zgartirgan hissiyot. Hozirda qo'limizda ushlab turgan telefonlarimiz, haydayotgan avtomobillarimiz, umuman biz ko'rib turgan hamma texnologiyalarning sababchilari aslida bu kuchli tadbirkorlar bo'lgan. Ularda bitta g'oya bo'lgan: men dunyoni o'zgartiraman. Bu hissiyotning nomi euforiya hissiyoti deyilar ekan. Ya'ni bu euforiya hissiyoti juda ko'pchilikda bo'ladi. Aslida hamma yosh bolalarni ko'rsangiz juda ko'p narsaga qodir deb tuyuladi, lekin atrofdagilarning bosimi, ularga bo'lgan muomalalar oqibatida u hissiyot yo'q bo'lib ketadi. O'sha hissiyotni saqlab qolgan insonlargina dunyoni o'zgartiradi. Masalan, men dunyoni yaxshi tomonga o'zgartiraman deb kinosini ko'rsangiz, Jobs ham men dunyoni o'zgartiraman deb kinosini ko'rgan bo'lsangiz, marketolog oldiga borib, biz dunyoni o'zgartiramiz, qachongacha suv sotib o'tib ketasan deb o'sha g'oya ostida o'sha nima bilan, hissiyot bilan boradi. Elon Musk ham men dunyoni o'zgartiraman, insoniyatni qutqarib qolaman, Marsga sharoitlar yaratyapti. Endi Marsga uchishga harakat qilyapti SpaceX kompaniyasi. Shu tariqa hozirgi kunda aksariyat odamlarda dunyoni o'zgartiraman degan hissiyot bilan yashaydi. Aslida bu dunyoni o'zgartiraman degan insonlar ustidan kulishadi. Aslida esa bu kuchli hissiyot. Bu hissiyot orqali hozirgi kundagi biz foydalanib turayotgan sharoitlar hammasi bor. Like va podpiskaga bosib qo'yinglar. Xudo xolasa shunday yaxshi ma'lumotlar bilan bo'lishib boraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.